Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Ismim Eldor Akram va sizlar bilan 63-darsimizni boshlaymiz. Demak, mavzu eng sodda tenglamalar. Xo'p, birinchi navbatda tenglama nima ekanligini aytib o'tamiz. Tenglama bu o'quvchilar noma'lum son qatnashgan tenglik. Ya'ni biz noma'lum son deganda asosan x ni tushunamiz. Deylik noma'lum son x deydigan bo'lsak, o'sha x qatnashgan tenglik. Ya'ni x ham bo'lishi kerak va tenglik ham bo'lishi kerak ekan. Yana qaytaraman, noma'lum son qatnashgan tenglik bu tenglama deyilar ekan. Xo'p, ana endi tenglamani yechimi nima? Demak, biz x ni o'rniga shunday son qo'yaylikki, o'sha tenglik to'g'ri tenglikka aylansin. Bu o'sha x ning qiymati tenglamaning ildizi yoki tenglamaning yechimi deyiladi. Albatta, demak hozir buni misollar yordamida tushuntirishga harakat qilamiz. Keling, quyidagicha tenglama berilgan bo'lsa, eng sodda tenglamalardan 2x minus 1 9 ga teng. Demak 2x minus 1 teng 9 berilgan. Demak bu yerda x ni o'rniga qandaydir son qo'yishimiz kerakki, bu tenglik to'g'ri tenglikka aylanishi kerak. Va buni hozir yechishni qisqacha tushuntirib o'tamiz. Demak bunda minus 1 ni 2x minus 1 dagi minus 1 ni tenglikning o'ng tomoniga olib o'tamiz. Ya'ni 9 tomonga minus 1 demak plus 1 ga aylanib o'tadi. Natijada 2x teng 10 hosil bo'ladi. Va x teng 10 ni x oldagi songa 2 ga bo'lamiz. X teng 10 ni 2 ga bo'lar ekanmiz, 5 hosil bo'ladi. Haqiqatan ham tenglamani ildizi 5 ni x ni o'rniga qo'yib ko'radigan bo'lsak, berilgan tenglamamizga tenglik to'g'ri bo'ladi. Chunki 2 ko'paytirilgan 5 minus 1 9 ga teng bo'ladi. 2 ni 5 ga ko'paytirsak, chunki 10 ga teng, 10 dan 1 ni ayiradigan bo'lsak 9 bo'ladi va tenglik to'g'ri tenglikka aylanadi. Xo'p, bu darsimizning nazariy qismi edi. Ana endi amaliy qismda yana ham yaxshiroq tushunib olamiz. Qani ketdik. Xo'p, davom etamiz o'quvchilar. Ana endi amaliy qismga o'tamiz. Demak, mavzu eng sodda tenglamalar. Xo'p, birinchi navbatda tenglamani eslatib o'taman. Tenglama deb noma'lum son qatnashgan tenglikka aytilar edi. Xo'p, demak o'quvchilar boshladik. Quyidagicha tenglamalarni o'z ko'rib o'tamiz siz bilan. Xo'p, bizga eng sodda tenglamalardan 2x minus 17 teng 23 tenglama berilgan. Xo'sh, bu tenglama qanday yechiladi? O'z umuman tenglamani yechishda, chiziqli tenglamalarni yechishda noma'lum sonlar bir tomonga, ma'lum sonlar boshqa tomonga o'tkazib yechiladi. Demak, bu yerda 2x minus 17 teng 23 da, ana bu minus 17 ayrilgan 17 turibdi. Uni tenglikning o'ng qismiga o'tkazamiz. Demak, mana bu tomonga o'tkazamiz, unda ishora o'zgaradi. Ya'ni minus 17 bo'lsa plus 17 ga aylanib o'tadi yoki aksincha plus bo'lsa minusga aylanib o'tadi. Demak, birinchi shu sonni o'tkazib olar ekanmiz. Shunda mana 2x qolyapti. Demak, minus 17 chunki o'ng tomonga o'tib ketyapti. 2x ni o'zi qoldi va 23 plus 17 bo'lyapti mana. Minus 17 edi o'zi aslida. Bu tomonga plus 17 bo'lib o'tyapti. Natijada 2x teng 23 ga 17 ni qo'shsak 40 bo'lyapti. Xo'p, ana endi esa x ni topish uchun 40 ni, ya'ni tenglikdan keyin turgan ozod sonni 40 ni x oldagi songa bo'laman. 40 ni demak 2 ga bo'laman. Shunda x teng 40 bo'lingan 2 bo'ladi va x teng 20. Demak, tenglamaning yechimi yoki tenglamaning ildizi nechiga teng ekan? 20 ga teng. Buni mazmuni shundan iboratki, x ni o'rniga aynan 20 qo'yilganda tenglik to'g'ri tenglikka aylana oladi. Ya'ni tekshirib ko'rganimizda x ga 20 olib borib qo'ysak, haqiqatan tenglik to'g'ri tenglikka aylanadi. Keling qo'yib ko'raylik. 2 ko'paytirilgan, albatta o'rtada ko'paytirish bor. 2 bilan x ni orasida ko'paytirish bor. Demak, 2 ko'paytirilgan x ga 20 ni qo'yaman. 20 chiqqanligi uchun. 2 ko'paytirilgan 20 40 bo'ladi. 40 dan 17 ni ayirsak 23 chiqadi. Xo'p, ana endi esa navbatdagi tenglamaga o'taylik. Xo'sh, qavs ichida 3x plus 10 ko'paytirilgan 5 teng 80. Bunda ham mana ko'paytirish bo'lib turgan 5 va ko'paytirish bo'lib turibdi 5. Tenglikning bu qismiga bo'lish bo'lib o'tadi mana. Demak, ungacha bo'lgan narsalar yozib olinadi. Mana 3x plus 10 yozildi, tenglik yozildi, 80 yozildi va ko'paytirilgan 5 bu tarafga bo'lingan 5 bo'lib o'tdi. Demak, bunda ham ko'paytirish bo'lsa, demak bo'lish bo'lib o'tar ekan, bo'lish bo'lsa ko'paytirish bo'lib o'tar ekan. Demak, natijada endi 3x plus 10 teng bo'ladi 16 ga. Nima uchun? Chunki 80 ni 5 ga bo'lsa 16 chiqadi. Xo'p, ana endi bundan keyin qo'shilgan 10 ni tenglikni bu tomoniga, o'ng tomonga ayrilgan qilib o'tkazamiz. Ayrilgan 10 bo'lib o'tadi. Shunda mana 3x qolyapti va 16 ayrilgan 10, ya'ni bu yerda plus 10 edi. Biz tenglik bu qismiga minus 10 qilib o'tkazdik mana.
Xo'p, natijada 3x teng bo'ladi 16 dan 10 ni ayirsak mana 3x teng 6 bo'lar ekan. Xo'p, endi x teng bo'ladi 6 ni 3 ga bo'lamiz. Ya'ni yuqorida aytib o'tganimizdek, ozod sonni, tenglikdan keyin turgan sonni 6 ni x oldidagi songa bo'lamiz, 3 ga bo'lamiz. 6 bo'lingan 3 va natijada x teng 2 chiqar ekan. Va bunda ham x o'rniga 2 qo'yilganda tenglik to'g'ri tenglikka aylanishini ko'rish mumkin. Ya'ni x ga 2 ni qo'ysan, demak tenglik to'g'ri tenglikka aylanadi. Qo'yib ko'ramiz. 3 ko'paytirilgan 2 bo'ladi. X ga 2 qo'yapmiz. 6 bo'ladi va qo'shamiz 10 ni. 16 bo'ladi. 16 ni keyin 5 ga ko'paytirsak 80 chiqadi. Xo'p, ana endi navbatdagi tenglamamizga o'tamiz o'quvchilar. Xo'p. Demak, bizga quyidagicha tenglama berilgan bo'lsin. Qavs ichida 5x - 7 bo'lingan 4 teng 12 ga. Demak, yuqorida aytib o'tganimizdek, bo'lingan 4 tenglikning bu qismiga ko'paytirilgan 4 bo'lib o'tadi. Demak, bo'lingan 4 mana ko'paytirilgan 4 bo'lib o'tyapti. Xo'p, demak 5x - 7 ning o'zi yoziladi, tenglik 12 ni o'zi yoziladi va ko'paytirilgan 4 bo'lib o'tadi. Mana bo'lingan 4 ko'paytirilgan bo'lib o'tdi. Natijada 5x - 7 ning o'zi teng bu 48 bo'ldi mana. Ya'ni 12 ni 4 ga ko'paytirdik, 48 bo'ldi. Ana endi esa ayrilgan 7 turibdi, tenglikning bu qismiga, ya'ni 48 ni orqa tarafiga +7 ga aylanib o'tadi mana. Shunda 5x ni o'zi qoladi bu tarafda, chunki -7 bu tarafga o'tyapti, 5x ni o'zi qolyapti. 5x bo'ldi, tenglik 48 va mana -7 +7 ga aylanib o'tdi. Natijada 5x teng bo'ldi. 48 ga 7 ni qo'ysak 55 ga va x teng bo'ladi 55 ni, ya'ni ozod sonni x oldidagi songa bo'laman. Demak 55 ni bo'lamiz 5 ga. Natijada x teng 11 chiqar ekan. Buni ham tekshirib ko'rishimiz mumkin. Ya'ni x ga 11 ni etib qo'ysak, tenglik to'g'ri tenglikka aylanishi kerak. Demak, olib borib qo'yamiz. 11 ni keltirib qo'ysak 5 ko'paytirilgan 15 55, 5 ko'paytirilgan 11 55 bo'ladi. 55 dan 7 ni ayirsak 48 bo'ladi. 48 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak 12 chiqadi. Xo'p, o'quvchilar, bu darsimizning oxiri edi. Birinchi navbatda darsimizni kamida 10 marotaba ko'rishingizni maslahat beraman. Shunda ham qanaqadir savollar tug'ilsa, ushbu raqamga Telegram orqali savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Va men barcha savollaringizga javob berishga harakat qilib ko'raman. Siz bilan Eldor Akramov va Buxoro matematika maktabi bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha.